Assalomu alaykum. Bugun obzorimizda mini traktorlarga aylanma pluglarimiz, frezalarimiz, traktor, motoblok narx-navolar bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa videoga like bosib, kanalga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, yana yangi tovarlarimiz kelyapti. Xudo xolasa ularni ham videoga olib shu YouTube kanalimizga qo'yamiz. Xo'p, aylanma plugimizdan boshlaydigan bo'lsak, 4 korpusli aylanma plugimiz bemalol bu 300 400 tur, 500 tur, Belarus traktorlarga qo'ysa bo'ladi. Aylanma plug bo'ladi. Bu 4 korpusli varianti. Oralig'iga keladigan bo'lsak, oralig'i 38 sm bo'ladi. Bu hech qanaqa lemken, pemken emas, ham Xitoy bo'ladi, Xitoy plug bo'ladi. Aylanma plug. Buning narxi 18,5 million so'm. Bu yerda shuni 3 korpusli aylanma varianti bor. Temir balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. 3 korpusli aylanma plugimizning narxi 16,5 million so'm. Oddiy 2 korpusli plugimizning narxi 2 million 600 ming so'm. Bu yerda 2 korpusli varianti bor. Bu traktorimiz bu bemalol o'zimizni bir porsiyali remenli traktorga ham taqsa bo'ladi. Buning narxi 10 million so'm akalar. Xo'p, frezalarimizdan boshlaydigan bo'lsak, frezalarimizning narx-navolari bu 36 talik freza bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, freza tishlari katta tishlar bilan jihozlangan bo'ladi. Endi misol uchun bu Zuber motobloklarning freza tishi, mana bu frezalarimizning tishlari bo'ladi. Ancha kattaligini ko'rsatadilar. Hamma frezalarimizga, traktorga ulanadigan frezalarga mana shu tishdan qo'yiladi. Xo'p, endi bu tishimizga keladigan bo'lsak, frezamizga keladigan bo'lsak, frezamizning narxi 8 million 750 ming so'mdan 36 taligi. 60ligiga keladigan bo'lsak, 60ligimiz narxi 10 million so'm akalar. 60lik freza bo'ladi. Endi 80lik variantda katta traktorlar uchun bular bemalol 300 tur, 400 tur, 500 tur Belarus MTZ traktorlarga taqib ishlatsa bo'ladi. Men bu varianti bor, 80lik varianti. Reduktori katta bo'ladi, bularniki ancha katta bo'ladi. 182 metrliklarning reduktorlari katta bo'ladi akalar. Freza tishlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 11 million 850 ming so'm. Bu yerda 2 metrlik varianti bor. 2 metrlik variantining narxi 14 million so'm akalar. O'zidan chiqadigan kardanlar mavjud. Narxi 14 million so'm. Endi Zuber 4x4 mini traktorimizga keladigan bo'lsak, Zuber 4x4imiz alohida radiatorlarga ega. Alohida radiatorlari bor. Rullari gidravlika bo'ladi. 4x4 bo'ladi. Bu oddiy mexanizmli emas, bu gidravlika bo'ladi. Silindrlarni ko'rishingiz mumkin. 4 balonni ham tortadi. Oldi baloni 6,5 ga 16 bo'ladi, orqa balon 9,5 ga 24 bo'ladi. Qo'shimcha dinamlari bor. Moy datchik, suv datchik, motochas, akkumulyator voltini ko'rsatib turadigan datchiklari bor. Bu traktorimizga keladigan bo'lsak, bu traktorimizning narxi 1135 modeli. 1135 modeli 35 ot kuchligining narxi 64 million so'm, 28 ot kuchligining narxi 62 million so'm akalar. Bularni endi komplektida nimalar bor deydigan bo'lsangiz, o'zini 136lik frezasi bo'ladi. Oddiy 2 korpus plugi bo'ladi. Bunga bemalol aylanma plug ham taqsa bo'ladi. Bemalol aylantirib qilib bera oladi. Yangi tovarlarimiz kelgan. Bu Everest 173 dizellarimiz, 170 benzinlarimiz, yangi tovarlarimiz kirib kelgan. 173 galovkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Korobkalarga ham Everest deb o'zini brend tushirilgan. Dizel motor bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 4 million so'm akalar. Bu yerda 170 modelimiz Everest brend ostida ishlab chiqarilgan baklariga, korobkalariga, moy datchiklari bor. Balonlariga ko'rishingiz mumkin, balonlarigacha, pichoqlargacha o'yib yozib qo'yibdi. O'zini brend tushirilgan. Bu Excalibur zavodini pichog'i ga pechatlari tushirilgan original firma bo'ladi. Bu hech qanaqa Yaponiya texnologiyasi yoki bo'lmasam Germaniya texnologiyasi emas.
Ona vatani ham Xitoy bo'ladi, ishlab chiqaruvchilar ham Xitoy bo'ladi, 100% Xitoy. Biza yolg'on gapirib boshqa Yaponiya, Germanskiy deb sotmaymiz akalar. Bak sig'imiga keladigan bo'lsak, baklari 4 litr benzin oladi. Oziq filtrlari katta oziq filtr bilan jihozlangan bo'ladi. Massinli oziq filtr bo'ladi. Gulishtirlari ham katta variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'zini brendi zavodskoy narsa ekanligini ko'rsatib turibdi. Har bitta detaliga o'zini brendi tushirilgan bo'ladi. Hatto balonigacha ham, korobkasigacha ham, baklarigacha o'yib yozib qo'yibdi. Qozoqlari ham katta qozoqlar bilan jihozlangan bo'ladi, kichik qozoq emas. Vomlari bor, vomlariga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Bunimiz oldiga ikkita skorsli, orqaga bitta skorsli bo'ladi. Xo'p, endi og'irligiga keladigan bo'lsak, buni og'irligi 83 kilogramm chiqadi, yashik bilan og'irligi. Общий vesi 74 kilogramm bo'ladi. Bu og'irligi sifatini shu og'irligidan ham bilsangiz bo'ladi. Bu 74 kilogramm chiqadi. Mana bu freza tishlari bilan komplekt chiqadi. Xo'p, buni narxi 3 million 300 ming so'm. To'rga 8 balonligi 3 million 300 ming so'm, to'rga 10 balonligi 3 million 400 ming so'm. Sizlarga komplektida bir korpus pulgam qo'shib beriladi. Shu narxi ichida bir korpus pulgam qo'shib beramiz. Endi Excalibur motobloklarımizga keladigan bo'lsak, Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan motoblokimiz 188 model bo'ladi. 13 ot kuchiga ega bo'ladi. Balonlari 5 ga 12 variantda bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator bo'ladi. 36 talik, kichik akkumulyator emas. 36 talik akkumulyatorlarning ham ikki xil varianti bo'ladi. Hozir video davomida batafsil ko'rib boradigan bo'lsangiz, ko'rsatib o'tamiz akkumulyatorlarning og'irligi sifatlari bilan. Ko'rishingiz mumkin, 188 galovkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Temir kapotli bo'ladi, plastmassa emas. LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi, oziq filtrlari massinli bo'ladi. Korobkalarga o'yib yozib qo'yibdi, o'zini brendi tushirilgan. Baklariga ham hatto o'yib yozilgan holatda bo'ladi. Balonigacha, pichog'igacha o'yib yozilgan. Rullari uzun variantda bo'ladi. Skorslari oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors, mexanika korobka bo'ladi. Vomlariga bemalol rotorli kachilka, jatka, suv pompa, karcher ulab ishlatsa bo'ladi bemalol. Qozoqlari ham katta qozoq bilan jihozlangan. Og'irligiga nisbati bularning og'irligi 168 kilogramm chiqadi, общий vesi. Buni boshqa motobloklar bilan, misol uchun Germanskiy, Yaponskiy deb sotadigan motobloklar bilan ham solishtirsangiz bo'ladi. Og'irligini bemalol o'sha payt sifati qanaqa ekanligini bilasizlar. Pichoqlari 5 qatordan 10 qatori bo'ladi. 40 ta pichoqli bo'ladi. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 8,5 million so'm akalar. Komplektida bir korpus pul qo'shib beramiz shu narxi ichida. 192 modeli 15 ot kuchiga ega. 15 ot kuchiga ega bo'ladi. Bu ham temir kapotli, rullari uzun variantda bo'ladi. LED faralar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, 192 akkumulyatorlari ham 136 talik katta Damas, Matiz, Labolarga tushadigan akkumulyatordan bo'ladi. Rullari uzun bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 700 ming, komplektida bir korpus pul qo'shib beriladi akalar. O'zini brendlari tushirilgan, korobkalari, motorlari hamma yo'g'iga o'zini brendi tushirilgan. Xo'p, 190 modelimiz 15 ot kuchiga ega bo'ladi. Oziq filtrlari massinli, baklariga o'yib yozib qo'yibdi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, benzin motorimizning narxi, akkumulyatorlari ham katta akkumulyator bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 100 ming so'mdan. Bu yerda tarozimiz qo'yilgan, mana 36 talik akkumulyator. Mana shu ham 36 talik akkumulyator, mana 36 ta deb yozib qo'yibdi. Endi bu yerda o'zimizni 36 talik akkumulyator, Excalibur motobloklarga qo'yiladigan 36 talik akkumulyator bo'ladi. Zavodskoy. Og'irligini ko'rishingiz mumkin. 9 kilogramm 200 bo'ladi. Bu 36 talik akkumulyatorimiz. Og'irligi 9 kilogramm 200 chiqadi. Farqini shu yerdan bilsangiz ham bo'ladi. Bu endi oddiy akkumulyator. Oddiy akkumulyator 36 talik 6 kilogramm 200. Shu joylarda ham ancha farq qiladi. Xo'p, skladimiz Toshkentda, Sobir Rahim Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 93 136 66 66,
94'lik 140 08 08.